Nabiy alayhissalatu vassalam siyamu yawmi arafa yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiya dedilar. Arafa kunining ro'zasi o'tgan yilgi va keyingi yilgi gunohlar uchun kafforat bo'ladi. Imom Muslim rivoyat. Arafa kunining ro'zasi hajga bormaganlar uchun. Hojilar ro'za tutmasligi afzal. Chunki Arafa kunining o'zi mashaqqati bor, boshqa u yerda o'ziga yarasha zikrlari bor va hokazo. Shuning uchun hojilar ro'za tutmagani afzal. Nabiy alayhissalatu vassalam Arafa kuni aynan hajda ro'za tutmasdan og'izlari ochiqligini e'lon qilgan. Arafa kuni ro'za tutardilar, odamlar shu kuni ro'za tutishni demak sunnat deb bilishardi. Hajga borganlarida Payg'ambar alayhissalatu vassalam atay tuyaning tepasida turib odamlarga ko'rsatib sut ichganlar. Ya'ni o'zlari ro'za tutmaganlarini va bu kunda ro'za tutmasdan boshqa ibodatlarga mashg'ul bo'lish hojilar uchun afzalroq ekanini ko'rsatmoqchi bo'ladi.